Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alil hazune idha şi'te sehla. Ya hayyu ya kayyumu bi rahmetike nestağif. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz muhterem söhbetdaşlarımız aldı bilen hemmenlarının Ramazan mübarek ayıga mübarek olsun. Allah bu Ramazan aylarda kılgan emellerimizni öz dergahida kabul kılsın. Ve hemimizni bu fırsatni koldan beğenmezden Allah yolunda hayat, kainat, insaniyet yolunda hizmet kılışka, ümmet Müslümanlar yolunda hizmet kılışka muvaffak olsun. Biz ilgirki derslerimizde İslam kanunundaki siyasi düşünce mavzusta devlet, siyaset ve hilafet, Darul Harb, Dar İslam, Dar Murakkebe Katarlık bir qancha mavzuda to'xtalib o'tganmiz. Onun için İslam kanunundaki siyasi düşünce deganimizda yanalam kanun coğrafiyelik orunda ve o coğrafiyelik orunda yaşayotgan insonlarga elib berilgan insanların vaqtlık ideologiyasi, nazariyasi, düşüncesi ve hayat meiştiği bağlılık nersi boğaçka bir vasıta insan bilen alakası ba değilgen idi. Ameliyette başta hem biz derslerimizde devletinin üç neslini terkip tapıdığallığı, coğrafiyelik orun, yaşayotgan insan ve o insanı vaqtlık hayatıda başqardığan kanun üç nesliden ibaret deganmiz. Şundaqla bu neslinin üç nesliga alaqası bo'lganligi uchun bugun insaniyet dünyasida baza tepiyotgan ve baza tapgan model yoki moda hukukul insan, insan hakları. Yani insanlarını xuddi kichik balani kemput berib aldığandek güzel isimler arkalık isimde mesele yok. Hukukul insan, insan hakları. Demek bu güzel isimni koyuş arkalık kichik balalarga kemput bergandek insaniyet dünyasını özünün yangraq isimleri bilen aldap kelyotgan hukukul insan zadi nime? Hukukul insanın ornu İslam'da nime? İslam bununla nime deydi? Degan mavzulda sözlep ötmekçimiz bugün hukukul insan aslida yolvas yok ormanda tilki padişah boptu deganligi uchun biz İslam dininin insonga bo'lgan, inson haqlariga bo'lgan hurmati, inson va insonning haqlariga bo'lgan pozitsiyasini
insaniyet dünyasıga uyak tutulsun. İnsaniyet dünyası uyak tutulsun. İslam'ın sahibi, İslam'ın ilgilileri boğan mümin Müslümanlığa mı toluk yetkizemmegenligi üçün bugün 19. asırda Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından ve şundakla onu gevde kılgan 5 devlet, yani Xitay, Amerika, Fransiya, Angliya, Rusya katarlık bu gevde devletle oturup koygan insan haklarını insaniyetki teşvik kıla. Elbette ki insanlar cümleden insanların medeniyet ögetkisi boğan İslam ümmeti Müslümanlar hem ulanın üyedin biyedin koygan insanlara nispeten elip berevatkan bu debdebeleri, kuruk siyasetlerden ağzını içip kanmakta. Onun için İslam insan hakları emez. İslam insan hakları emez. İnsan haklarından ötüp hayvan hakları, hava hakları, iktisad hakları ve şundakla hayvanlar hakları, üsümlükler hakları, tabiat hakları umumen kılıp etkanda mevcudiyet hakları üçün hizmet kılıdı. Onun için biz tüvende hukukul insan degen bu 5 devlet oturup koygan narsını hukukul insan degenin onuğa hukukul insan hakları degenin onuğa insan haklarının çeyligiçi, insan haklarıga kakşatkut zerbegiçi, insan haklarını yukatgıçı degenimiz tüzük boladı elbette. Çünkü bugün insanlar oturusundaki insan hakları dep oturup koyulatkan bu debdebelik isim emniyette yukarıda oturup koygan 5 devlet tarafından oturup koyuldu. Mesela Xitay, Amerika, Fransiya, Angliya, Rusya. Bularning qaysi birde insan hakları olsun ki? Belki bularning hemmisi o'xshash bo'lmaydi. O'xshash bo'lmagan darajada insan haklarını tarixdan buyan, insaniyet tarihidan buyan çeylevatkan, belki insan haklarının yüz karşı bulup kelevatkan, devletler tarafından maqullanatkan bir kanundur. Onun için bugün insan hakları emas, şu devletler bugün model bir medeniyet dünyası elektronlik devri, nur devriga qadam qo'ygan, uçur devri qadam qo'ygan mana shunday bir davrida insanlarning qarab turib birsi-birsining go'shini yeyishi, insanlarning go'shini ütlep yeyishi, kesip yeyishi, insanlarni qo'y bo'g'izlagan o'xshagan yoki mal bo'g'izlagan o'xshagan bo'libmi musulmonlarni kafirlar tarafidan o'ltirilsa, bo'g'izlansa, ularning go'shtlarini ütlep kazan silip yiyilse, o vaqtda insan haklarının bo'lmaganligi. Ama İslam ve Müslümanlar tarafından ularga nispeten mudofaa urushiga, özlerinin hak hukuklarını qo'g'dash yo'lida mudofaa qilgan taqdirda bütün izlik insanların, medeni devletlerinin, atalmış medeni devletlerinin insan hakları debdebisi bilan o'ttirib chiqishi elbette ki bizning burun ilgari o'ttirib qo'ygan nazariyemizni tasdiqlaydigan ve enidan keçip kutlanmaydigan reallikning biri. Onun için qaysi insan haklarını deymiz ki bugün Avrupa'da, Amerika'da ve şundakla şarq g'arblarda insanlar hemmisi qanday qilsam insanlarni qo'ysam, qanday qilsam insanlarni upg'ishsam, qanday qilsam insanlarning og'izligini alsam, qanday qilsam insanlarning qo'ldigini olib o'zimning manfaat uchun xizmat qildosam deydigan bir xil qaranliq iddiasi, vahshiylik iddiasi, qonxo'rlik iddiasi ve şundakla şahsiyetçilik
iddiası ortaya çıkmakta. Emniyette insanlar bu hak, hukuk, insan haklarını dava kılayotgan devletlerde ko'ryapmiz ki gez jurnallarda. Yazılatıdır mesela. Nurg'un insanlar o'zi kelib insonlarni o'ltirib qolgan va insonlarni bo'g'izlab qolgan. Odam o'tganlardan so'rgandan keyin qonun, jaj masalan hokimiyat so'rasa-ki, siz nima ish qildingiz? Nima ish bu jinoyatni qildingiz? deganning javobida, masalan Amerikada, Yevropada o'tdi bu ish. Taxminan 40 bilan 50 o'ttirisda odam o'tgan bir insondan hokimiyat so'rgan chaqda, siz nima ish qildingiz deganda, o'tdim, ko'nglim xalab o'tdim. Men bilan Qushqandagi qassobning nimpaqi deganligini xabarlarda angladik. Va shundaqla bugun yosh o'g'il qizlarning buzilishi, yosh o'g'il qizlarning cheklimsiz darajada buzuqchilikqa yuzlanishi va shundaqla ba'zi xabarlarda angladikki, bir qizning daraxt bilan to'y qilishi, yoki bo'lmasa ko'rik bilan to'y qilishi, buning turayotgan davlatlarning qo'llashi, quvvatlashi va shundaqla qizlarning qizlar bilan to'y qilishi, o'g'illarning o'g'illar bilan to'y qilishi, balki insonlarning hayvonlar bilan, kuchuklar bilan ya itlar bilan o'xshash bo'lmagan yirginishlik ilişkilarda, aloqalarda bo'lishi va eningdan sirt odam eni o'ylasa, uni og'ziga olsa, og'izga og'ilib bo'lmaydigan darajada bo'lishi mana bu o'ttirib qo'ygan inson haqlarining qurbonidir. Yoki demokratiyaning yoki bo'lmasa ozodlikning mutlaq cheklimsiz bo'lgan bir inson nima qilsa o'zining haq huquqini qo'yadigan bo'ladi degan xato nazariyaning qurboni. Uning uchun biz u yerda so'raymizki, masalan, siz bir insondan so'rsangiz, sening o'g'ling bormi yoki bolang bormi desa, ular javob berdiki, mening ishtim bor, mening kuchugim bor dedi. Yoki bo'lmasa mushkim bor dedi. Demak, bu nimani bildirdi deganda, albatta ki inson o'zining hurmatini, inson o'zining ehtiromini, o'zining inson ekanligini, huquqil inson degan xato nazariyaning orqasida, harfsida yo'qotganligidan derak beradi. Shuni bilan birga u yerdagi insonlar so'rsangiz-ki, masalan, haq huquq, ayollar huquqi masalasi kelgan chaqdimi, ayollar o'zining ippitini, o'zining nomusini $50 uchun, $40 uchun, $30 uchun, yoki bo'lmasa ozgina pul uchun 16 yoshlik, 14 yoshlik, 15 yoshlik qizlarning o'zining ippitini, namusini ana shu pul uchun sota olishini nima deysiz? Mayli g'arbda bo'lsin, mayli sharqda bo'lsin, mayli dunyoning har tarafida bo'lsin. Mana bu inson haqlari dunyoda xalqaralashgan insoniyat jamiyatidagi insonlarni aldayotgan inson haqlari. Eningda sirt masalan, ota-onalar masalasiga kelsak, qarilar. Ular qarilar santriyasi deydigan bir yer mavjud dunyoning hamma yerlarida. Masalan, ota-onasi 50-60 kirgandan keyin, ko'zi ko'rmagandan keyin, qo'li tutmas, puti basmas bo'lgandan keyin onun farzandlari, yani kadrlar, yoki bo'lmasa qarilar santriyasiga, qarilar uylariga apirib qo'yishi, ularning oylab, yillab o'zining baqqan bolalarini ko'rmasligi, agar insof bo'lsa, vijdon bo'lsa, ening bir irodasi, vijdoni bo'lgan bo'lsa, bir oyda, 2 oyda bir qatim yo'qlab qo'ydiganligi va yoki bo'lmasa, agar vijdoni qolmagan bo'lsa, unchlikmi qilmaydiganligi. Mana bu biz yashayotgan insoniyat dunyosida bo'libmi taraqqiy qildi degan g'arb dunyosida mangdamda bir uchirtadigan narsa. Ammo islomda-chi? Islomda albatta ki eningdan onu anglasa, musulmonlar islom shariatida musulmonlar eni anglasa, eni ko'rsa, numus qiladigan, o'yiladigan, yuzi qiziradigan, yuzi qora bo'ladigan narsalarning qatoridan. İslam, men yuqorida deb o'tdim, islom albatta ki inson haqlari emas, koinot haqqini va
insonlar haqqini, hayvonlar haqqini qo'g'daydigan bir din. Uni iymon qachotadi. Payg'ambar alayhissalatu vasallam sahih hadisda deydi-ki, iymon 70 necha shoxcha. Eng ustuni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, eng to'ni yo'ldagi azarlarni ele yutish. Mana bu haq. Ya'ni bir inson eng ustuni musulmon bo'ldim degan inson la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. O nima degan gap? İnsonni qul qilmaslik, insonga qul bo'lmaslik. Maxluqni qul qilmaslik, maxluqqa qul bo'lmaslik. Bu eng ustuni. Eng to'ni nima? İnsanlarga azar beradigan narsani yo'ldan ele yutish. Masalan bugun Yevropada, G'arb dunyosida yezilgan yo'llarga axirat tashlamang. Agar axirat tashlasangiz $500 jazo to'laysiz. Uning uchun bugungi kundagi bu musulmonlar Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның bu ta'limotlarini, o'zining iymoniga aloqador bo'lgan bu ta'limotlarni o'qimaganligi uchun G'arb dunyosiga borsa, bir talon axirat yo'q ekan. Belki gap qilsa, avozsiz gap qildi ekan. Va ular ko'chalarga tukilmaydi ekan, ko'chalarga mish qilmaydi ekan. Ko'chalarda bir tal bir narsani topib olmaydi ekan deganlardan bas qiladi. Ammo islomcha 1400 yil burun iymonning eng ustun la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh eng to'ni bo'lgan bo'lsa, yo'ldagi azarni ele yutish degan edi. U azar tikan bo'lsin, tukurik bo'lsin, axlat bo'lsin, tash bo'lsin. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan bir inson, islom kategoriyasiga kirgan bir inson albatta ki insonlarga, boshqalarga azar beradigan hech narsani qilolmaydi. Hattoki tukuranmaydi, mishqiranmaydi. İnsanlarga azar beradigan narsani hargizmi qilolmaydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam daraxtlar to'g'risida kimki mevasiz bir daraxtni salsa, Allah subhanahu va taolo unga jannatda bir mevasiz daraxtni salgan bo'ladi. Kimki bir mevalik daraxt salgan bo'lsa, uning mevasidan hayvonlar yegan bo'lsa, uning soyasidan hayotga mansub bo'lgan insonlar soyadigan bo'lsa, albatta ki Allah subhanahu va taolo unga jannatdan mevalik bir daraxt saladi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның yana bir hadisida fahisha ayoldan birisi bir ishtni teshna bo'lgan chaqda isht usiz qolganligi uchun qora laylani yeb ketgan vaqtning o'zida u ayolning o'zining chechini uvlash orqali o'zining o'tkida quduqdan suv tortish orqali kuchukni sug'organligi uchun jannatda bo'ldi degan hadislar mavjud. Va yana shundaqla Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadisida bir ayolning mushkni sulab qo'yganligi va uni och qo'yganligi, usiz qo'yganligi shu tufaylidan u ayolning davzaxtda bo'lganligini Payg'ambar alayhisolatu vasallam hadisda dedi. Uning uchun mu'min bo'lgan bir inson havoni bulg'ayolmaydi. Siz xohlagancha yerni xohlagancha shiltamaysiz. Daraxtni kesamaysiz va shundaqla xohlagancha suvni shiltamaysiz. Chunki har narsani normal bir şekilde, o'zingiz paylangan bir şekilde ishilta olishingiz mumkin. Nimishqa? Albatta ki normaldan tashqari ishlatgan taqdirda o siz uchun isrof bo'ladi, isrof. Shu Payg'ambar alayhisolatu vasallamning yoniga bir sahoba kelib, o'zining tugisini o'g'irlaganini, o'zining tugisini dumbalganligini dedi. Va yana bir rivoyatda Payg'ambar alayhisolatu vasallam uni ko'rdi, tugisini o'g'irlaganini. Payg'ambar alayhisolatu vasallam undan so'radiki, sen nima uchun tugani o'rsa? Deganda, ya Rasululloh, tugan menga yo'lsizlik qildi, herib qoldi, hey desam mamada degandan keyin Payg'ambar alayhisolatu vasallam bugundan boshlab bu tuga sana haram. Bu tuga bilan sening o'tirang haram qilindi. Bugundan boshlab bu tuga bilan sen aloqani uzishing lozim dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning yeniga bir kuni bir sahobalar kelib Rasulullohga dediki, "Falana ayol undaq taqvo, bundaq taqvo." Payg'ambar alayhisolatu vasallam "Hiya finnar" dedi. Yana bir ayolning gapini qilib keldi Payg'ambar alayhisolatu vasallamning yoniga sahobalar, "U taqvomi emas, lekin o'zining farz ibodatlarini qildi. Nafilni qilmagan bo'lsa-mu, ansibak taqvo emas, ya Rasululloh" dedi. Ammo Rasululloh ularni tunaydi. O cennette bo'ladi dedi Payg'ambar alayhisolatu vasallam. Demak, Payg'ambar alayhisolatu vasallam insoniyat dunyosiga jumladan musulmonlarga nisbatan bir taqvolik endisini, taqvolik mezonini, taqvo insonning turusini o'ttirib qo'ydi.
Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki, o burunqisi özünün şahsi takva bo'lgan bo'lsa-mı, nepil navapil bilan shug'ullangan bo'lsa-mı, qo'shnisi bilan yaxshi o'tmaganligi uchun albatta ki o dozaqda bo'ladi. Yana birisi o nepil navapil qilmagan bo'lsa-mı, farzini qilgan bo'lsa, Allah ve Allah'ın onun bilan o'tirisidagi aloqani qilgan bo'lsa, endan keyin o nepil navapil qilmagan bo'lsa-mı, o qo'shnisi bilan yaxshi o'tadi. Onun uchun albatta ki o cennetde bo'ladi dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam. Onun için biz şunu aniq deyaleymiz ki, İslam qandaqdir, hukukul insan emas, belki hukukul insandan tashqari, insan haqlaridan tashqari, İslam su haqqı, qo'shnidarchilik haqqı, o'tyash chunak haqqı, havo haqqı, iqtisod haqqı, ekonomiya haqqı ve insan haqqı, hayvan haqqı, shunga o'xshash haqlarni o'z ichiga olgan bir qonundir. Şunu bilan birga bu islom qonunini, bu haq-huquqni o'ttirib qo'ygan kim deganda Allah subhanahu ve ta'aladır. Allah subhanahu ve ta'ala o'ttirib qo'ygandir. İnsan haqlarini, bu koinotning haqqini, mavjudiyatning haqqini qanday qilsa haq-huquqini kamalat yetkazgan bo'ladi, qanday qilsa kamalat yetkazmagan bo'ladi. Buni albatta ki Allah bilamdi yoki maxluq bilamdi degandimi? Albatta ki Allah subhanahu ve ta'ala o'zi biladi. Ala ya'lamu man xalaq va huval latiful xabir. Allah subhanahu ve ta'ala shunda dediki sura Tebarek'te, o insanı yaratkan zat bilmemdi. Yani insanın nimulen kemalet gittiğallıkı, nimulen kemaletsiz gittiğallıkı, nimulen baxsadik eriştiğallıkı, nimulen baxsizlik bulduğallıkı, nimulen şakavet eriştiğallıkını Allah subhanahu ve ta'ala elbette ki öz buludu. Bunda qilib aytganda, undaqda İslam Allah subhanahu ve ta'ala'nın yer şarıga uğurlaştırgan insaniyetning dünya ve ahiretlik menfaati uchun qo'ygan bir çırtozsudur, xeritsudur, kanunudur. Ama bir televizorni yasagan insan ve yak bo'lmasa bir saatni yasagan insan ve yak bo'lmasa bir tankini, yak bo'lmasa aeroplanni yasagan bir muhandis, o aeroplanning qandaq ishlatilsa, qandaq ishlatsa, o aeroplanning ömrünün uzun bo'lganligi, buzilmaydiganligi network bo'lgan xeritisini muhandis bekerek bilemdi yoki ko'chadagi o'tanchi yoki tijoratchi va yoki bo'lmasa yag'achi yoki mashinchi obdan bilemdi degan savolga nisbatan aytganda albatta ki tankini yasagan, televizorni va boshqa har xil sanoat buyumlarini yasagan muhandis, shaxsiy muhandis unaga nisbatan chertosini sizdiganligi, agarlandirish kitoblarini berdiganligi, bunaga mundaq yag'ishiltisiz, mundaq haydaysiz, kilometr soni mancha kilometrda bo'ladi, bunaga besildigan yuk mancha kilometrda bo'ladi degan o'xshagan kitoblarni, qonunlarni qo'llanish, ya'ni uni ishiltish kitoblarini chiqargan bo'ladi, xaritasini. Ya'ni qo'llanish xaritasi. Shuningdek, islom va islomning eng oxirgi bo'lgan Qur'on albatta ki insoniyat dunyosiga Allah subhanahu ve ta'alaning Allah subhanahu ve ta'ala tarafidan Allah subhanahu ve ta'aladan ibaret muhandis eğer tabir mümkün bo'lsa, muhandis tarafidan, Xaliq Taala ve Tekaddes tarafidan, yasag'ich tarafidan, ijodkori tarafidan, ey inson, senin bir yo'ling var, sen bir seferdisen, sen bir musafirsen, sen bir musafir ekansan, sana elbette ki yol belgisi lazım, yol taxtisi lazım. Yol taxtisi olduğun bo'lsa, senin yo'ling İslam'dır, yol taxtisi olduğun bo'lsa, Kur'an ve sünnettir. Onun için şunu bilen mansan, sen elbette ki kemaliyetga yetsa, güllenirse, terakki qilsa, belki dunyodan emas, dünya ve ahirette insanlar qatarida yaşagan bo'lsa, dünya ve ahiretlik o'zining haq-huquqlarini qo'ygan bo'lsa, dünya ve ahiretlik o'zining haq-huquqlarini emas, belki kainatning, mevcudiyetning, hayvaniyetning, o'simlikning, iqtisodning, havoning ve barliq mevcudiyetning haq-huquqini qo'ygan bo'lsa ve kemaletga yetkazgan bo'lsa degan asosda albatta ki tushgan qonundir.
Subhanekallahumma bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubu ileyk.